doktorga borasiz, kasalsiz. Ikkita yo'li bor. Passiv davolanishingiz bor. Qanaqadir tabiiy giyohlar ichib, nimadir qilib. Ikkinchisi aktiv davolanish. Aktiv davolanishda ham doktorning oldiga borishingiz mumkin yoki o'zingiz research qilishingiz mumkin. Lekin eng zo'ri nima? Doktor bilan davolanish. O'zini mutaxassis. Sizga o'sha dorini necha mahal ichasiz, qancha dozada ichasiz, nima qilishingiz kerak, hamma narsasini aytib beradi. Va o'shanga qanaqadir kichkina pul to'laysiz. O'sha sizga eng to'g'ri yechimni qilib berayotganligi uchun, vaqtingizni tejayotganligi uchun. Agar o'zim qilaman yoki qarindoshim bilan boshqa narsa bilan qilaman desangiz, nimadir anaqa qilib qo'yasiz. Ko'pchilikda bo'lgan bo'lsa kerak, shamollasa, boshqa narsa bo'lsa, dori qiladi-da, tuzalmaydi, keyin oxir bari yana doktorning oldiga boradi. Og'ir ham bo'lib qoldi, pul ham ketdi-da, dori qilgan, nimadir olgan, dori nimadirlar ichib qo'ygan. Borsa, sal boshqacharoq kasal. Xuddi shunga o'xshab, fond bozorida ham investitsiya qilmoqchiman. Mutaxassisning oldiga borib turib, o'sha bilan qilgan yaxshi.